bugun bizlarga qiynayotgan narsa mana shu taqvoni hamma joyda ham qila olmayotganligimiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Imom Tirmiziyda Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda taqvo qilish to'g'risida o'rgatib shunday degan ekanlar: Ittaqillah haysuma kunt. Qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. Va atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Agar bir yomon ish qilib qo'ysang, uni orqasidan bitta yaxshilikni ergashtirib qo'ygin. Yoki o'sha yaxshilik hali yomonlikni yuvib tursin. Va xoliqan nas bi xulqin hasanin. Va odamlarga chiroylik, husnul xulq bilan muomala qilgin. Mana taqvoda o'rgatyaptilar-da Payg'ambarimiz alayhisalom. Taqvo qilish deganda nimani tushunamiz desa, birinchisida qayerda bo'lsang taqvo qilgin. Ya'ni qayerda bo'lsang ham taqvo. Odamlarda huzurida taqvo qilinib, uyda betaqvo bo'lmaydi-da azizlar. Aslida odamlar huzurida taqvo qilishlik bu riyo. Xo'ja ko'rsin qilib bo'lmaydi. Musulmon odam uyida ham, ishxonasida ham, yurishida ham, turishida ham, yashashida ham, hamma narsasida xolis taqvo qiladi. Allohdan qo'rqib turadi azobidan. Uyda bo'lganda ham. Ana bu narsa muhim.